Ağzınızı yumup, cho'nqur nafas ilib, burningiz orqali nafas ilib, og'zingizni ochib asta-asta nafasni chiqarishga boshlang. Intayin yaxshi. Qanday o'tirishni xohlasangiz, rahat his qilsangiz, shunda o'tirsangiz bo'ladi. Nayt yaxshi, o'zingizni nayt bexatar deb qiyos qiling, ham o'ylang. Nayt yaxshi, siz hozir intayin bexatar. Ham intayin xotirjam. Asta-asta nayt qonuniyatlik nafasni ilib, asta-asta nafasni chiqarishga boshlang. Intayin yaxshi. Taki o'zingiz rahat his qilganlikda nafasni ilib, chiqarib to'xtatsangiz bo'ladi. Nayt yaxshi, o'zingiz rahat his qilgan qadar nafasni ilib, chiqarsangiz bo'ladi. Intayin yaxshi. Hozir intayin bexatar, intayin xotirjam. Men sizga yetaklash eparman. Hozir beshingizdan kirgan illiq havo iqimi. Beshingizdan bo'ylab taki butunizning uchigacha nayt rahat holda. Hozir beshingizdan kirgan illiq havo iqimi bütün bedeningizni bir qatim sipab o'tmoqda. Bosh muskularingiz nayt yumshoq, nayt rahat holatga o'tdi. Shu beshingizdan kirgan illiq havo iqimi peshona muskularingizni asta-asta bo'shatishga boshladi. Intayin yaxshi. Chekki muskularingizmi nayt yaxshi, intayin erkin, intayin rahat holatga o'tdi. Nayt yaxshi. Shu beshingizdan kirgan illiq havo iqimi sizning ichki quloq muskularingizni asta-asta yumshatishga boshladi. Intayin yaxshi. Shu kirgan illiq havo iqimi sizning qoshlaringizni nayt erkin holatga kirishga boshladi. Hatta qoshlaringiz ikki tarafga tashlanib turmoqda. Shu kirgan illiq havo iqimi sizning ko'zlaringizga asta-asta illiq harorat berishga boshladi. Intayin yaxshi. Üstünki va astınki qapoqlaringiz bir-biriga ching yemlashgan. Achoydaysiz, acholmaysiz. Intayin yaxshi. Burun muskularingizmi shunchalik yumshoq, shunchalik rahat holatga tushishga boshladi. Intayin yaxshi. Hozir texnik cho'nqur qiyos qiling. Eg'izlaringiz bir-biriga, lablaringiz bir-biriga shunchalik ching yemlashgan. Achoydaysiz-yu, acholmaysiz. Nayt yaxshi, intayin yaxshi. Shu kirgan illiq havo iqimi sizning ingak muskularingizni yumshatishga boshladi. Nayt rahat, nayt erkin holatga tushishga boshladi. Ingak muskularingizmi nayt erkin, nayt rahat holatga tushishga boshladi. Qani, to'xtamay qiyos qiling. Beshingizdan kirgan shu illiq havo iqimi sizning bo'yon muskularingizni asta-asta bo'shatishga boshladi. Beshingizdan kirgan shu illiq havo iqimi sizning bo'yon muskularingizni asta-asta bo'shatishga boshladi. Nayt yaxshi. Shu kirgan illiq havo iqimi asta-asta ikki muyuringizga tushishga boshladi. Ikki muyuringizmi shunchalik erkin, shunchalik rahat holatga o'tdi. Shu illiq havo iqimi ikki muyuringizni bo'ylab, ikki bilak, qo'l, beg'ishlaringiz, hatto qo'llaringizning barmoqlarining uchigacha tarashga boshladi. Intayin yaxshi.
qiling. Shu kirgan illiq havo oqimi sizning dumba muskularingizga tarashqa boshladi. Intayin yaxshi. Intayin yaxshi. Mo'ra va dumbalaringizning muskullari nayt rahat, nayt erkin holatga tushishga boshladi. Texim cho'nqur qiyos qiling. Shu kirgan illiq havo oqimi sizning ko'krak qismlaringizga kelishga boshladi. Ko'krak qismlaringizmi nayt rahat, erkin holatga tushishga boshladi. Endi shu kirgan illiq havo oqimi asta-asta bel va qo'saq muskularingizga tarashqa boshladi. Hozir intayin erkin, intayin rahat, intayin bexatar holatga o'tdingiz. Siz mening ovozimdan boshqa hech qanday ovozlarni anglayolmaysiz. Hatto sirtdagi orangchurung, shavqin suranlar sizga daxl qilmasdan balki texmi cho'nqur uyqu holatiga, ya'ni gipnoz holatiga kirishga boshlaydi. Intayin yaxshi. Intayin yaxshi. Shu kirgan illiq havo oqimi sizning bel qismlaringizga o'tishga boshladi. Bellaringizmi shunchalik rahat, shunchalik erkin holatga o'tdi. Shu kirgan illiq havo oqimi asta-asta sizning so'ngash va yutularingizni bo'ylab tuvanga qarab mengishga boshladi. Har bir qatim shu illiq havo oqimi sizning badanlaringizni sipab o'tganda, siz shunchalik rahat, shunchalik erkin holatga o'tishga boshlaysiz. Intayin yaxshi. Intayin yaxshi. Hozir shu illiq havo oqimi sizning ichki yutuq qismingizdan bo'ylab tez va baqalchoq va putlaringizgacha, hatto putlaringizning har bir barmoqlarigacha asta-asta tarashqa boshladi. Intayin yaxshi. Intayin yaxshi. Hozir intayin erkin, intayin rahat, intayin bexatar holatga o'tdingiz. Nayt yaxshi. Nayt yaxshi. Hozir sizning o'ng qo'lingiz asta-asta yuqoriga o'rlashga boshlaydi. Men 1dan 3 ga sanaganda o'ng qo'lingiz asta-asta yuqoriga, xuddi bir ship tatqandek yuqoriga laylashga boshlaydi. 1. Sizning o'ng qo'lingiz asta-asta yuqoriga ko'tarilishga boshlaydi. 1, 2, 3. Sizning o'ng qo'lingiz asta-asta yuqoriga ko'tarilishga boshlaydi. Intayin yaxshi. Intayin yaxshi. 1. Asta-asta ko'tarilishga boshladi. 2. Asta-asta yuqoriga ko'tarilishga boshladi. 3. Asta-asta yuqoriga ko'tarilishga boshladi. Intayin yaxshi. Intayin yaxshi. Hozir intayin bexatar, intayin xotirjam. Nayt yaxshi. Nayt yaxshi. Nayt yaxshi. Men 1dan 5 ga sanaganda qo'lingiz 10 cm egizlikda ko'tarilishga boshlaydi. 1, 2. Siz ko'taralaysiz. Siz qila olasiz o'zingizga shuni. 2. 3. O'ng qo'lingiz asta-asta yuqoriga ko'tarilishga boshlaydi. 3. 4. 5. Nayt yaxshi. Intayin yaxshi. Endi sizning o'ng qo'lingiz men 1dan 3 ga sanaganda asta-asta yutingizga tushishga boshlaydi. 1. Asta-asta tuvanga tushishga boshladi. 2.
o'tishga boshladi. 2. Asta-asta cho'ng yutuqqa tushishga boshladi. 3. Butunlay cho'ng yutuqqa tushib, nayt erkin rahat holatga o'tdingiz. Nayt yaxshi. Intayin yaxshi. Men hozir sizga yetaklash eparman. Siz shunchalik rahat, shunchalik erkin, shunchalik bexatar holatga o'tdingiz. Siz shunchalik rahat, shunchalik erkin, bexatar holatga o'tdingiz. Siz yushurin ongdagi bütün barliq sizdagi qobiliyatlarni qizib chiqib, siz intayin qaltis, intayin tafakkurga boy, butunlay g'ururlikni yo'qotib, nayt tirishchan, bütün siz yaxshi ko'rgan kasblarni texmi yaxshi qila oladigan, ijodkorligingiz, ya'ni ijodchanligingiz texim kuchlik holda, tasavvurga boy bo'lgan holatda nayt tirishchan holatga o'tishga boshladingiz. Sizdagi g'ururlik va tirishmaslikning hammasi asta-asta har bir nafas chiqargan vaqtida sirtlar karbon dioksidiga o'xshash ziroqlarga chikitishga boshladi. Intayin yaxshi. Cho'nqur nafas iling. Siz cho'nqur nafas olganda ko'kragingizga tujuqsiz gushda qirgan bir energiya kirib, sizni nayt qaltis, nayt tirishchan, nayt batur, axloqliq bir yigit bo'lishqa, qonunga rioya qilgan bir axloqliq bir yigit bo'lishqa bisharat berildi. Intayin yaxshi. Hozirdan boshlab sizdagi g'ururlik, tirishmaslikning hammasi asta-asta tugashga boshladi. Hozir sizdagi barliq qobiliyatlaringiz, yushurin ongdagi barliq qobiliyatlaringiz sagak holatga kelgan vaqtida texmi namoyon bo'lg'isi. Intayin yaxshi. Siz intayin tirishchan, intayin qobiliyatlik, nayt irodalik, tasavvurga boy bir yigit bo'lishqa boshladingiz. Intayin yaxshi. Qani texim cho'nqur qiyos qiling. Oldingizda tog' daryo, gul-giyo va ko'k osmon, yashil dengizlarni ko'rdingiz. Nayt yaxshi. Bütün bedeningiz xuddi qushlarning payliridek nayt yenik, nayt rahat, nayt erkin holatga o'tdingiz. Başlarınızmı şunçilik yenik, bütün bedenleriniz şunçilik yenik, şunçilik rahat holatga o'tdingiz. Nayt yaxshi. Intayin yaxshi. Men 1dan 3 sanayman. Shu vaqtimda sizdagi gipnoz buyruqlari, sizdagi barliq gipnoz buyruqlari amaldan qoldirildi. Siz naytni, siz ko'zingizni ochgandan keyin nayt xushal, nayt erkin, rahat holatga o'tganligingizni bayqaysiz. Hamda to'xtamasdan tirishib, bilim egallashga kirishib ketasiz. 1 minut vaqtingizni bekor o'tkazmaysiz. Siz qinib uxlagan holatga o'tdingiz. Sizdagi odatda bo'lgan tashvish, bearamsizlik, vahima degan narsalarning hammasi yiroq-yiroqlarga ketishga boshladi. 3. Siz intayin yenik, intayin rahat holatga o'tdingiz. 1, 2, 3. Ko'zingizni ochsangiz bo'ldi. Siz gipnoz buyruqlari butunlay amaldan qoldirildi. Siz qila olasiz. Ko'zingizni oching. 1, 2, 3. Yaxshi. Qanday his etib tursiz? Mislan qaysi jihatdan yaxshi? Yana texmo tafsilroq deb bera olamsiz? Mislan, miya kirishdan burun tanlaringiz qandaqdi?
Beşim altından tamam. Lekin hozir yaxshi. Hali yenishlab qoldim. İşte bir şunda eğer bir beşim ağrıyor. Hozir bir yaxshi yenishlab qoldim. Hali yenik. Erkek tanıdık. Yaxshi ya. Sizdə bir xil hayatqa bo'lgan göz qarashingiz azroq o'zgarish bo'lgandakmi yoki? Tamam. Masalan, İşte Durak ne oran MS diglanmaydı. Oran o klasın böyle işte kılavuzda provalarına göre bak. Şimdi bunun kovalıkları kiçilim kakanda kamça. Arıklı özümlü çoğun kakanda kes fatım yani. Rahat erken özümlü. ayt ruhluq. Ruhlu. Bundan keyin xuddi to'xtamay tirishadigan holatga o'tgandek bir tuyg'u bo'ldimi, bo'lmadimi? Bo'ldimsa. Ayt rahmat. Bundan keyin texmi tirishchan, to'xtamasdan ijod qildigan, nurg'ulg'an yangiliklarni yaratalaydigan holat kelishingizni umid qilman. Aytdi. Japa chekdingiz. Ko'p rahmat. Assalomu alaykum ko'pchilik. Yuqorida biz davolab o'tgan bu yigit odatda aytdi, o'rin bo'lmasmi? O'tiral darajada o'zidagi o'rinliqni so'zlab o'tganligi uchun biz o'rinliqni yo'qotib, texmi tirishchan holatga kelish uchun biz gipnoz altida davolash etdik. Davolash jarayonini har qaysinglarga texnik jihatda ko'rsatib o'tdik. Bu jihatda biz davolash etpaganda odamdagi o'rinliq va undan boshqa tirishmaslik qatorliqlarni yoki aqliy qobiliyatini yuqori ko'tarishda biz davolash etpasak, bu gipnoz usuli bilan davolaganda intayin yuqori unumga erishalaymiz. Ko'pchilik rahmat.